Hammaga assalomu alaykum. Endi tonkoin emas, endi gram deb aytasizlar. Nima bo'pti? Pavel Durov o'zini ofitsialniy kanalida aytyapti, Mutongani 4-qadamga chiqyapti. Nima bo'pti? Endi bolalar tonmas, endi gram. То есть tonkoin gramga o'zgaradi, lekin blokcheyni ton qolaveradi. Keyinlar o'zi tarixdan boshlaylik, nima bo'pti? Durov akasi bilan, Nikolay bilan o'zi boshida 2019-2020-yillarda boshlaganlarida o'zi gram deb nomlangan. O'zi gram deb boshlangan hamma narsalar. Lekin SEC bilan problem bo'lgan. SEC nima desanglar, AQShning qimmatli qog'ozlar komissiyasi. Treyderlar hammasi biladi nimaligini SECni. Shunga ular tonga o'tishga majbur bo'lishgan. Mana o'sha ton normalniy, то есть уже yaxshi ketyapti. Shunga ular Durov nobodni tarixni eslab tonmas, gram qilib qo'yapti nomini faqat. Lekin blokcheyn ton qolaveradi. Ton o'zi nima degani? Agar ko'p kishi bilmaydi o'zi tonni rashifrovkasini. Ton o'zi rashifrovkasi mana bunaqa bo'ladi. The Open Network. O'zi bu tonni rashifrovkasi. Ko'p kishi bilmaydi. Avval nima bo'lgan? Tonda bo'lgan. Hozir endi gram tonda bo'ladi. Tushundinglarmi? То есть moneta bunaqasi gram bo'ladi. Faqat blokcheyni ton qolaveradi. Sizlarda savol tug'ilishi mumkin. Yangi monetaga qanday o'tishim kerak, nima qilish kerak degan savollar tug'ilishi mumkin. Sразу aytaman bolalar, xavotir olishga hojat yo'q. То есть qattiq bo'lsa, mana shu tonkoinlaringiz hamyonlaringizda bo'ladimi, birjada bo'ladimi, boshqa joyda bo'ladimi? Hech nima qilish kerak emas. Tonkoin o'zi avtomatik gramga o'zgaradi, bo'ldi. Mana avtomatik sekingina gramga o'zgarib qoladi, bo'ldi. Hech nima qilishlaringiz kerak emas. Bu o'zi Mutongani 4-qadami, yana bir marta aytaman. 4-qadami. Полностью qadamlari haqida informatsiya olmoqchi bo'lsanglar, yozinglar, полностью hamma qadamlari haqida ma'lumotlar berib o'taman. Lekin bu boshqa videoga. Bugun videoni sal qisqaroq qilamiz, muhim informatsiyalarni beramiz, bo'ldi. Mutongani rashifrovkasi mana bolalar, make ton great again. То есть mana bu yerda konkretno yozilgan rus tilida. Сделаем тон снова великим. То есть tonni boshqatdan buyuk qilamiz deb aytilgan. Mana shu. Endi bor-ku, MAGA degan narsa bilasizlar, make America great again. Bu yerda make ton great again bizada. Bu o'zi bunday qarasak, neytralniy informatsiyada, neytralniy yangilik. Lekin Mutongani yangi 4-qadam bo'lganligi uchun bizda mana shunaqa pamp bo'lgan. Qaranglar, narxi 1.9 dan riski 225 gacha borgan. Mana 225 gacha borgan. Bitta 1.9 bo'lgan. Informatsiya mana shu yangilik chiqishidan oldin. Nima demoqchiman sizlarga? Har gal, bu birinchi marta emas, har gal mana shu yangilik Mutongani, то есть yangi qadami chiqqan paytida mana shunaqa pamp bo'ladi har gal. Agar ishonmasanglar, shunday istoriyaga o'tib tekshirib ko'rsanglar ham bo'ladi. Mana sizlarga tayyor misol. Mana shunday yangilik chiqdi. Bu ham o'sha Mutongani bitta qadam, mana ko'rsanglar bo'ladi. Reski 2.9 gacha ketgan o'tin. Mana reski. O'zimday kattalashtirib, полностью boshqa videoga sizlarga ko'rsatib o'taman, gapirib o'taman hamma qadamlari haqida. Faqat uning uchun bitta yozinglar, kommentga menga bildiringlar, like qo'yinglar, поддержка qilinglar, чтобы men tushunay sizlarga bu kerakligini. Bitta sizlarga, короче, insight, bitta informatsiya takoy. Lekin bu moliyaviy anaqa emas, maslahat emas bu sizlarga. Har gal Mutonga yangi qadami chiqishi bilan ton o'sadi. Har gal. Mana bu o'kungisi 1-iyunda bo'lgan narsa, mana ko'rsanglar bo'ladi. Baribir bo'lsa ham o'sish bu. Mana bu endi vashshe kuchli o'sish bo'lgan. Qarang, bu o'zi neytralniy informatsiyaga bunday qarasak ham normalniy bergan. Normalniy. Endi masalan tradingchilar bo'lsa agar 100 pips, 200 pips deb jinni bo'lib qolishadi-da, bu yerda ancha ko'p. Sizlarga aytaman, bu yerda katta protsentlar haqida gap ketyapti. Vdруг agar bironta yaxshi tushunmaydiganlar bo'lsa agar, mabodo aytib ketyapman. Bu esa bu yangiliklar chiqqanda 4-mayda mana ko'rsanglar bo'ladi. Bu yerda vashib dahshat bergan. Bu 2 barobardan ko'p o'sib ketgan. Konkretni narxini qaranglar, bu vashi yerdan shuni risk uchib ketgan. Nima demoqchiman? Har gal
mutonga yangi qadami chiqishidan keyin ton o'sadi. Lekin sразу aytaman, bu moliyaviy maslahat emas. Shunga qarab ish qilsanglar bo'ladi. Endi bitta sizlarga temka o'tib ketyapman-da, maslahat ham emas u, lekin temka. Soqa qiladigan odamlar bo'ladi-yu, takoy tuddim-suddim qilib pul ishlaydiganlar uchun bitta zo'r tema-da bu. Xo'p, mana shunaqa yangiliklar bizada borlar. Bizani Telegram kanalimiz haqida unutmanglar. Asosiy Telegram kanalimiz mana bu. Har kuni informatsiyalar berib o'tib bo'lamiz. Yangi videolar haqida ham o'tib ketamiz. Bu haqida ham video ko'ringlar. Chotki tema mana shu ham. Xo'p, mana bu Junior Straight Project'ga o'tib, полностью hamma anaqalari bilan tanishib chiqsanglar bo'ladi. Bemalol bizada gift olsanglar bo'ladi, sotsanglar bo'ladi. Stars deysizlarmi, Telegram Premium deysizlarmi? Hamma xizmatlar bor. Garant любой. Hatto o'zlaringiz ham kirib, biror giftlaringiz bo'lsa sotuvga qo'yishingiz yoki sotib olishlaringiz mumkin. Hammaga katta rahmat, sog' bo'linglar.